Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Klassический variantdagi kreslomiz ham bitdi. Ko'rasizlar. Bu kreslomiz remont kreslo bo'ladi. Tovarlari turetskiy. Bu mehmonxona uchun mo'ljallangan. Podlokotniklarni boshqatdan shukur kelib, shlipov kelib, lak urib taxlab berganmiz. Orqalari ham o'zini materialidan. Hech yerinde siniq joylari qolmadi. Prujinlari tozadan qo'yildi. Kimda shuning kreslolar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Murojaat qilsangizlar, taxlab chiroyli aytib beramiz. Xohlagan materiallaringizdan, xohlagan tovarlaringizdan. Ko'rasizlar, xizmatlar bo'yicha pastda nomerlarni qoldiramiz. Murojaat qilaverasizlar. Kimda shuning xizmatlar bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.